Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli musobaqa o'ynaymiz. Demak, beji kubda mana bunga o'xshagan nimani yasashimiz kerak? Kim birinchi yasab berar ekan? Demak, Sarvar ko'zini yumib yasaydi ekan, Muslima ko'zini ochib yasaydi. Hali boshlamaymiz. Landi, o'yin boshlandi. Kim birinchi yasab bo'lar ekan? Ko'zi yumuq bo'lganligi uchun qo'li bilan kattalik qilyapti. Demak, mayli, boya Muslimanki yomonroq chiqsa ham unga nima qilgandik, mayli, ikkalang ham olinglar. Demak, ikkalasi ham mayliklarni olib oldi. Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajon.